Alaykum aziz yurtdoshlar, hozirda mana shunaqa bel grijani shunaqa urib davolash, shu qattiqroq massaj qilish, manual terapiya, bular hammasi befoyda. Tinchlantirish uchun bular. Undan ko'ra vaqt o'tkazish uchun turnike tortinsangiz ham yengil bo'lib qolaveradi. Organizmni zaholab qo'ymash kerak, urish shart emas bunga. Grija bu bilan davolanmaydi, yo'qolmaydi ham. Hozirda mana butun dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turibdi. Shu asalari bilan chaqtirib davolanadi. Buni zo'r tomoni qayta bezovta qilmaydigan bo'ladi. Har qanday og'ir yuk ko'tarasizmi, o'tirasizmi, yurasizmi, qizig'i yo'q. To'liq davolab yo'qotib beradi xohlasa. Ham bitta lecheniya olinganda oyoq og'rish, sovqotish, buyrak, prostata, butun organizm davolanadi. Hozir bunaqa zo'r muolajani o'zi butun dunyo bo'yicha yo'q. Hozir rosa rivojlangan mahali. Shunaqa lecheniyaga borilsa yaxshi. Avvalroq bunaqa urdirib, bo'lak qilib yurish shart emas. Grija yo'qolmaydi boshqa narsa bilan. Ukollari sovuqlik bo'ladi. Boshqa narsalarda grija u davoga o'tmaydi baribir. Davolanishlik uchun asalarining zahri organizmning ichidan davolab boradi. Grija juda oson narsa bu, tez tuzaladigan narsa. Odamlar juda qiynalib yuribdi bu kasallik bo'yicha. Murojaat qilib kelinsa bemalol. O'zi Muhiddin tabib deb Telegramdami, YouTube'dami, qaysi internet sohasidan kirib yozilsa, tuzalgan bemorlar, hamma ma'lumotlarimiz bor, xudo xolasa.